Ushbu videoni ko'rsangiz, Lamine Yamalning karyerasi tugashini xohlaysiz. Barselona mashg'ulotida o'yinchilar to'pni aylantirib turgan paytda Fermin Lopes bog'ichini bog'lash uchun egildi. O'zidan o'zi Yamal to'pni Ferminga yo'llab yuboradi va unga juda hurmatsizlik bilan ishora qiladi. Fermin Yamaldan 4 yosh kattaroq, ammo bu bilan ish tugamaydi. Ronaldo yoki Messi kabi yulduzlar mashqni tugatganda, ular doim mashq maykalarini personalga o'zi olib beradilar. Holland bunday narsani boshqalar uchun ham qiladi. Lekin Yamal o'zini super yulduz deb o'ylasa kerak. Shuning uchun futbolkasini gazon ustiga tashlaydi. Keyin esa Pedri uni quchoqlashga uringanida Yamal undan o'zini olib qochadi. Sen ortiqcha poksanmi yoki nimani o'ylaysan? Hansi Flick jiddiy nutq aytganida ham hamma diqqatni to'plagandi. Faqat shu boladan tashqari, go'yo uni hech kim hurmatga o'rgatmagandek. Barselonada uni hech kim nazorat qila olmayapti va bu faqat klub muammosi emas. Ispaniya terma jamoasida ham vaziyat shunday. Yamal Enika Williamsni endi yaqin do'sti deb bilmaydi. Mika uning o'tkazgan pasini unutdi. U to'pni e'tiborsiz qoldirdi. Keyin u hatto tajribali Carvajal bilan tortishishga kirishdi. Endi hatto agar u ballondorni yutsa ham unga yaqin hech kim qolmaydi.